adashibman. Ikking ham yutqizdim, tilla qizim yutdi. Tulkichasiga ham bosishini qarasi. Mana qizingizni o'zingiz tug'ansizda? Ha, oy tug'sa ham qizimga, kun tug'sa ham qizimga. Qizim xafa bo'lib qolsa kelamman o'zimga. 1 2. Vah! Bum bum. Vah, ey, qo'ling temirdanmi, bolam? 1 2. Jonim qizim. Ularningizni maktabda ota-onalar majlisi bo'layapti-kan, borib keling. Parvardachi toz charchaganman-da, seriozroq joy bo'lsa bor edim. O'zim borib kelay. Dadajon, qo'g'irchog'im tomoq og'rib qoldi, doktorga olib boraylik. Voy, ustimasi ham bor ekan, ketdik olib boramiz. Ustunlar. Ya bu kishiga qizi bo'lsa bo'ldi, ko'zi kar, qulog'i ko'r bo'lib qoladi. Dada, ayolni kartasiga pul tashlab yuboring, parkka boramiz. Tashiydim, ko'p komissiya oladi. Eshitmadingizmi? Uzun kartalardan Uzcard va Humo kartalariga 100 million so'mgacha foizsiz pul o'tkazish mumkin ekan. Aksiya 28-fevralgacha bo'lar ekan. Uzun bank ilovasiga kirib 2000 ta uzun kartalarni ochib olsa bo'lar ekan. Muhimi tekinga. Uzun kartalarini tekinga to'ldirib, istalgan kartalarga tekinga pul o'tkazsa bo'ladi. Voy, uzun kartaga pul o'tkazish har doim tekin ekan. Kartadan kartaga ko'p pul o'tkazadigan tanishlarimga tezroq aytishim kerak ekan. Tashadim. Ko'pragini qizimga ishlatasan-da. Bolajonlar dasturxon boshida kim bilyapti? Qizlar menga yosh ekan. So'ranglar. Menga PlayStation 5.